Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilarki, ozor berishlik haqida gapirib, ikki kishi uchinchi kishini yolg'izlashtirib suhbatlashmasin dedi. 3 kishi o'tiribsizda, 2 kishi pichir qilib gaplashib, nariga odamni ajratib gaplashmang deyapti. Shunaqa gaplashishligingiz ham nariga o'tirgan odamga ozor beradi deyapti. Nima haqida gaplashyapti ekan degan ozor bo'ladi. Bizda hozir ayni mana shu ozor telefonda bo'ladi-da, azizlar. Masalan, kim bilandir gaplashib o'tiribsizda, telefon jiringlab qolsa, olib gaplashib turaverasiz. Siz yoningizda odam o'tiribdi. Keyin aytasizki, telefon bo'lib qoldi. Javob bermasangiz, u xafa bo'ladi deysiz. Lekin sizni qarshingizda o'tirgan odamning hurmati-chi? Siz bilan birga o'tirgan odamning hurmati yo'q ekan, u telefon qilgan odamning hurmati bor ekan. Mana bu narsalar xuddi shundayki, 2-3 ta odam o'tirganda